Ustozlar, agar siz ishlab turgan maktab yoki markazda televizor, monitorlar bo'lsa, darsda o'quvchilarga qo'yib berish uchun juda ham bitta qiziq sayt topib oldim. O'zim ham kecha bildim o'sha sayt borligi haqida. Balki bu haqida kimdir bilar, kimdir bilmas. Shunchaki sizlar bilan bo'lishib qo'ygim keldi. Ana endi keling, bu saytda nimalar bor, birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, Chrome yoki Google ga kiramiz. Ruschada ximik.ru deb yozamiz. Nima uchun aynan rus tili deysiz? Chunki sayt rus tilida. Birinchi chiqqan saytga kiramiz va saytda juda ham ko'p foydali narsalar bor. Menga eng yoqqani bu yerda stроение atomov bo'ldi. Unga kiramiz va bizga elektron qavatlar beradi. Pastdagi tugma orqali qavatlardagi elektron sonini ko'paytirish yoki kamaytirish mumkin va bu qaysi elementga to'g'ri keladi va elementning elektron konfiguratsiyasini ham sayt ko'rsatib turadi. Keyingisi menga yoqqani malyarniy massa. Bu yerga xohlagan moddamizni formulasini yozamiz. To'g'ri yozamiz faqat. Misol uchun men alyuminiy oksidni yozdim. Alyuminiy 2O3 va sayt menga uni malyar massasini hisoblab beradi. Keyingi foydali funksiya bu tablitsa Mendeleyeva. Tablitsa Mendeleyevda xohlagan elementingizni tanlaysiz va sayt sizga element haqidagi deyarli barcha ma'lumotlarni beradi. Oksidlanish darajasi, elektromanfiyligi, qayerda ishlatilishi, ko'rinishi, qaysi gruppaga kiradi, qachon ochilgan, kim tomonidan ochilgan, agregat holati va hokazo. Va keyingi foydali bo'lim bu neorganические reaksiya. U yerga kirib xohlagan reaksiyangizni topa olishingiz mumkin. Misol uchun natriy plus kislorod. Natriy plus kislorod va bu yerda kislorod bilan ketadigan 3 xil reaksiyani sayt sizga chiqarib beradi. Bu orqali o'zingizga kerakli reaksiyani juda ham oson topishingiz mumkin. Keyingi eng yoqqani esa bu tablitsa Mendeleyeva degan o'yin ekan. O'yinga kirganingizda sayt sizga elementlar nomini chiqaradi va siz ularning belgisini topishingiz kerak. Agar topa olmasangiz, sayt sizga qizil qilib elementning joyini ko'rsatadi. Tepada sizga 2 daqiqa vaqt va qilgan xatolaringizga qarab smayliklar chiqarib turadi.